Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan C++ dagi kompilyatr dasturini o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Ular kompilyatyorlardan bemalol foydalanishingiz mumkin. Buning uchun ixtiyoriy biz brauzerga kompilyatrini onlayn to'g'ridan bizda mana programmiz ko'proq foydalanish imkoniyatiga ega. Bundan tashqari GDB degani bor edi. Nimagadir chiqadi bizda. Yandex mesela Google o'zidan qidiradigan bo'lsak ham chiqadi. Programmiz va online C++ kompilyatr, ya'ni onlinegdb.com lar orqali bemalol foydalanish mumkin. Ya'ni bu versiyada nafaqat bu kompyuter orqali to'g'ridan to'g'ri bizda telefondan kirib ham onlayn kompilyatorlardan bemalol foydalanish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Albatta ikkalasini ham mana run qilgan qismlari bor. Ikkalasiga ham kodni yozgan holatda run qilsak bizda natijani chiqarib berish amalga oshirib beradi. Bundan tashqari agar bizda kompyuter versiyasi, ya'ni desktop versiyasi kerak bo'ladigan bo'lsa, u dev C++ qidirsa ham yaxshiroq bo'ladi. Dev C++ deb qidiramiz. Download versiyasi uchun xohlasangiz siz kompyuter versiyasiga qarab shu 32 64 hazratli kompyuterlardan dasturlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, Bluetooth ichida bor ekan, MBKDR mana bor dev C++ download qismi. Ixtiyoriy birontasiga bosib ko'chira olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Bizda mana birinchi ofitsial veb-sayt debdi. Shunga kirgan holatda ko'ramiz. Download qismida original versiyasi. Shunaqa holat bo'ladi. Ba'zi bir ustanovishniy dasturlar olayotgan paytingizda Avast antivirus bilan birgalikda o'rnatishni so'raydi. Boshqa qo'shimcha dasturlar kerak emas bunga. Mana biz hozir olgan versiyamizni ham tekshirib ko'ramiz ustanovka jarayonida. Menda oldingi dastur borligi uchun qanaqadir xatoliklar berish mumkin. Chunki menda oldindan o'rnatilgan holat turadi. O'rnatish jarayoni amalga oshirildi. Ctrl M tugmasini bosib mana oynamizni ocha olishimiz mumkin bo'ladi. Bizda asosiy ishchi oynamiz. Hozir bu 9 versiyasi ekan. Menda 5.11 versiya o'rnatilgan, ustidan qayta o'rnatishni amalga oshirildi. Va shu jarayonda yozgan holatda biz yuqoridagi mana F9 bizda kompilyatsiya berish jarayoni, Ctrl F9 bilan ekan, F1 Ctrl bilan run va kompilyatsiya. F9 o'zi bizda kompilyatsiya jarayonini amalga oshiradi debdi. 9-versiyasi. Agar C++ ning 5.11 versiyasi bo'ladigan bo'lsa F11 mana shu joyda kompilyatsiya enter'da F11 tugmasi chiqadi.